Qalampir munchoqni bugundanoq ichishni boshlashingiz uchun 10 ta sabab. Birinchi sabab: oshqozonning dam bo'lishini ketkazadi, ovqat hazm bo'lishini yaxshilaydi. Ikkinchi sabab: tarkibi antioksidantlarga boy bo'lgani uchun immunitetni oshiradi, infeksiyalar bilan kurashadi. Uchinchi sabab: antibakterial xususiyati. Og'iz bo'shlig'i, stomatitlar, milklar qonashini, og'izdan badbo'y hid kelishini davolaydi. To'rtinchi sabab: qalampir munchoq damlamasi mushaklardagi, bo'g'imlardagi og'riqni kamaytiradi. Beshinchi sabab: qondagi qand miqdorini tushiradi, insulinni normallashtiradi. Oltinchi sabab: uyqudan oldin ichilsa, uyquni yaxshilaydi, bosh miyani dam oldiradi. Yettinchi sabab: jigarni har xil zararlanishlardan tozalaydi. Sakkizinchi sabab: nafas yo'llarini ochadi, balg'amni yumshatib, chiqishini yaxshilaydi, shamollashga shifo. To'qqizinchi sabab: teri xususiyatini yaxshilaydi, toshmalarni ketkazadi. 10-sabab: tanaga quvvat beradi, organizmni yoshartiradi. Yaqinlaringizga ham ushbu videoni yuborib qo'ying.